MRT nimalarni tashlatdilar, qo'rquv olmadilar, operatsiya qilish kerak debdi, ko'rib bering dedilar. Xo'p, buni ko'rdik. MRT tekshiruvida bularda osteoxondroz bor, ya'ni umurtqa suyaklarining uchi o'tkirlashishi, protruziya bor, ya'ni ikkita umurtqa orasidagi disk siqilishi, L4, L5, ya'ni bel umurtqasi 4 va 5 bel umurtqalari oralig'idagi disk chiqqan, ozgina disk churrasi bor. Lekin yurishlari aytishlari bo'yicha men mustaqil yurayapman, yaxshi deyaptilar. Men hech qachon bunday holatda tavsiya bermayman operatsiyani. Chunki operatsiya qilgandan keyin yana grija bo'ladi deb hech kim garantiya bermaydi. Bu grijalarni yengil o'rta turga kirgiziladi. Reabilitatsiya olishdi yoki doimiy mashg'ulotlar orqali bu narsani yaxshi qilib, bu muammodan qutulsa bo'ladi. Tavsiya qilardim yaqin atrofdagi reabilitatsiya markazlariga. Agar siz tomonda bo'lmasa, bizda ham aynan shunday kasalliklarning zamonaviy davo muolajalari bor. Apparatlari, fiz lecheniya, kerakli bo'lgan 10 ga yaqin muolajalar orqali bir kurs lecheniyada bundan bemalol qutulsa bo'ladi. Salomat bo'ling.